Assalomu alaykum dehqonlar. Bugungi holatimiz pomidorlar qizaryapti. Terishni ham boshlab oldik. Holat zo'r, lekin bir chekkadan tut absoluta qurtlari ham hujumga o'tdi. Bunga qarshi kurashamiz. Dorilardan sepamiz. Har turdagi mana bu tut absoluta ini deyiladi. Ba'zilar buni xudojnikka o'xshatadi, lekin bu tut absoluta ini xudojnikka qarshi ishlasalaringiz bunga ta'sir qilmaydi 100%. Mana shu plyonkachasini ichiga 300 tagacha urug'i bo'ladi. Bir haftaga teplitsadagi hosildan asar ham qolmaydi. Ko'payish tezligi davomiyligi 2 hafta. 2 haftaga mana plyonkaning ichiga bo'lgan qurtchalar ochilib chiqadi. O'sha uchun kurashni boshlash kerak. Mana hozir kattaroqlarni ko'rsataman. Mana shu ini. Shera qarib 600 ga yaqin tuxum bor aniq. Plyonkani ichiga. Agar hozir bunga qarshi kurashmasak, hosildan umid uzsa ham bo'ladi. Parazitlardan Alloh o'zi asrasin. Hammamizda avvalambor baribir kurashib turishimiz kerak. Mana yuqori gulxonalari o'sha siyraklashib boryapti. Havo isigan sababli pastdagi hosilning o'zi ham yetarli. Lekin tutaga qarshi kurashni boshlaymiz. Vaqti keldi.